Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Chortoq tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyurganmisiz? Ha, Taassurotlaringiz, ish faoliyatimizdan mamnunmisiz? rosa tinch, dars o'qiydigan va kitoblar hammasi borligidan chiroyli, yaxshi, hammasi zo'r. Rahmat. Yana siz tashrifingizni kutib qolamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Chortoq tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyurganmisizlar? Xizmatlarimizdan mamnunmisizlar? Ish faoliyatlarimiz. Yana tashrif buyurishini kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Chortoq tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyurganmisiz? Ha, buyurganman. Yaxshi. O'sha yerda dars o'qiyman. Xizmatlardan mamnunman. Yana tashrif buyurishingizni kutib qolamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Chortoq tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyurganmisiz? Biz kutubxonamiz haqida qisqacha ma'lumotlar, manzilimiz ham joylashgan. Chortoq tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyurganmisiz? Ha, borgan. Ko'p marta borgan. Taassurotlaringiz? Yaxshi, kitoblar ham ancha taassurotli. Nima olamiz, darslarimiz bo'lsa ham. Tashrifingizdan mamnunmiz. Yana sizni kutib qolamiz kutubxonamizda. Assalomu alaykum. Chortoq tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyurganmisiz? Xizmatlarimizdan mamnunmisiz? Takliflaringiz bo'lsa? Borishni taklif qilaman. Juda zo'r. Kitoblar ham yaxshi. Rahmat, yana tashrif buyurishingizni kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Chortoq tuman axborot kutubxona markazimizga tashrif buyurganmisiz? Yo'q, avval tashrif buyurmaganman. Endi tashrif buyurish niyatimiz bor. Bu ma'lumotnomada Chortoq tuman axborot kutubxona markazi haqida ma'lumotlar bor, ijtimoiy tarmoqlarimiz, manzilimiz joylashgan. Tanishib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Albatta sizni markazimizda kutib qolamiz. Rahmat, tashrif buyuramiz albatta. Do'stlaringizni ham taklif qiling. Assalomu alaykum. Chortoq tuman axborot kutubxona markaziga tashrif buyurganmisiz? Xizmatlarimizdan mamnunmisiz? Takliflaringiz bo'lsa? Juda zo'r. Kitoblar ham Rahmat, yana tashrif buyurishingizni qolamiz. Do'stlaringizga